O'zbekistonning 8 viloyatida sel xavfi e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. 1-2 may kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel xavfi e'lon qilindi. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 8 viloyatda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Jumladan Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, Samarqand viloyati, Jizzax viloyati, Toshkent viloyati, Namangan viloyati, Farg'ona viloyati hamda Andijon viloyati tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'ralmoqda. Respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishga olib kelishi mumkin, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.